Assalomu alaykum. Allon hasibdan hasib zakaz qilgan edim. Qaranglar, hasib o'zi kelmas ekan. Mana bunaqa sutli patirlari bilan kelar ekan. Voy bizlarning eng yaxshi ko'rgan patirimiz-da bu. Ustida yong'oqlari bilan. Mana hozir endi allon hasibimizni qanaqaligini ko'ramiz. Bismillah. Issiqqina ekan. Qaranglar, allon hasiblardan endi bugun oilaviy mazza qilib tanovul qilamiz. Adasi, keling buni kesib boring. Qani boshladik. Nima qilamiz? Qassobchilik. Qani? Bismillah. Qani siz menga olib turing. Pichoq. Vilka. Bismillah. Adasi, bittasini yeb ko'ring. Olti pichoq. Voy, olti pichoq. Bismillah. Fortuna. Uyimizga allon hasib kelgan kuni mehmondorchilik bo'ladi. Buni qarindosh urug'larga chiroyli qilib adajonisi kesib berdilar. Mana endi dabavkasiga mana bulardan ham yeymiz. Qaranglar, allon hasiblarni, yog'liqqina, shunaqangi chiroyli, har xil razmerlarda mana, buni bemalol beshiy to'ylarga, nikoh to'ylarga, qovurdoqlarga, challari, kelin salom, tug'ilgan kunlarga qilaverasizlar. Mana allon hasibga qo'ng'iroq qilib zakaz qilaverasizlar. Mana sutli patirlarigacha necha sutli patirlarga. Bizlar eng yaxshi ko'rgan patirimiz adasi. Allon hasibni oilaviy tanovul qilish kerak. Chunki bu juda ham foydali. Bismillahirrohmanirrohim. Onajonim, oling. Mana. Qani, men sizga. Assalomu alaykum. Odam baraka topsin. Qo'llari dard ko'rmasin, juda ham zo'r.